Ana katta umidlarni qarang, ko'ryapsizmi? Bular imtiyozli tovarlar hisoblanadi. Rastamoshka qilinganda ortiqcha pul to'langan. Qancha ortiqcha? Mani hisobimda 630 million atrofida. 630 million? Hozir shuncha zararmi? Bu pullarni qaytarsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Bitta xat bilan chiqib, imtiyozini isbotlab bera olsak, pulimizni qaytarib berishadi. Bo'lmasa bitta xat tayinli. Men rahbarga tushuntiraman o'zim. Bo'pti? Oybek aka chaqiruvmidingiz? Ha, keling. Ishni zo'r bajardinglar. Barakalla. Bu pul mukofoti. Shu ishga hissasini qo'shgan barcha xodimga teng taqsimlab berishni o'zingizga yukladim. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p. O'sha 20 ga 30 nima bo'ldi? Taxladilaringmi? Alisher, Labbe aka? ma, Nima bu? san o'lishing. Yo'q aka, shart emas. Pul uchun Yo'q, qilganim qo'y, yo'q. qo'y. Ol, ovur. Shart emas edi aka. Rahmat. Malades. Ollaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu sizga beminnat xizmatingiz uchun. Yo'q, Oybek aka, menga berishdi, yetkazishdi. Qancha berishdi? Ha, to'xting, o'zim topaman. 2 millionmi? Ha. Sizni haqiqiy o'lishingiz bu edi, lekin sizgacha yetib kelmadi. Orada kalamushlayib ketdi. Men ham atrofimni tozalab oldim, baraka toping. Rahmat. Qattan bildingiz aynan 2 million berishganini? Shunaqa odamlar borki, ularning vijdonining narxi bo'ladi. U sotiladi. Lekin shunaqalar borki, ularning vijdoni toza bo'ladi. Hech qanaqa pulga sotilmaydi. Va bunaqalarning qadri doim baland bo'ladi. Ertadan siz skladda ishlamaysiz. Men yonimda ishlaysiz. Xo'p. Rahmat.